Bu somsalarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Bugun turklarning o'zini ham xabari bo'lmagan turkcha somsa tayyorlaymiz. Unimizga margarinni solib, urvoq holiga keltirib olamiz. Keyin smetana, tuxum hamda tuzni solib, avval qoshiq yordamida aralashtirib olamiz. So'ng qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Salofanga o'rab muzlatgichga qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha nachinkamizni tayyorlab olamiz. Qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan kartoshka, piyoz, tuz va korianderni solamiz. Qiyma yog'siz bo'lsa, ozgina yog' quyamiz va aralashtiramiz. Endi xamirni olib, teng ikkiga bo'lib, birinchisini yupqa qilib yoyib olamiz. Chetlaridagi ortiqcha joyni olib tashlaymiz va 3 cm dan qilib kesib chiqamiz. Nachinkamizni shunaqa shakl berib, oldindan tayyorlab olamiz. Bir chekkasiga qiymamizdan qo'yib o'rashni boshlaymiz. Aynan shunaqa arra pichoqdan ishlatsangiz, somsa juda ham chiroyli chiqadi. Ikki chetini yaxshilab berkitib olamiz. Listimizga terib tuxum suramiz hamda qoshiqga qarab kunjut yoki sedana sepib chiqamiz. Har doim somsa pishiradigan olovinglarda pishirib olasizlar. Mazali somsalarimiz tayyor, souslar bilan dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Fikrlaringizni izohlarda kutaman.